Qo'shtirnoq ichidagi firibgar firmalarning yolg'onlarini fosh qilishga o'tamiz do'stlar. Birovlar minusavoy suv deydi, birovlar plyusavoy suv deydi. Suv filtrini sotib olgan odam kasal bo'lmayman deb o'ylaydi do'stlar. Dori suv deb atalmaydi boshqa firmalarga qaraganda. Har xil yolg'onlar bilan lechebniy suv chiqarib beradi, shobash suv chiqarib beradi degan yolg'onlarni ishlatib sotyapti. Assalomu alaykum do'stlar, ushbu filtrimizni Samarqand viloyati qayerda dedingiz? Qishraf degan joyga o'rnatdik, Samarqand shaharga. Videoni oxirigacha ko'ramiz do'stlar, firibgarlarga aldanib qolmaslik uchun. Chunki hozirda ko'plab Qo'shtirnoq ichidagi firmalar 10 million, 15 milliongacha ham qo'yib yuribdi filtrda. Aslida filtrlarning narxi uncha qimmat emas. Har xil yolg'onlar bilan lechebniy suv chiqarib beradi, shobash suv chiqarib beradi degan yolg'onlarni ishlatib sotib yuribdi. Aslida do'stlar, suv filtrining vazifasi toza suv chiqarib berish bo'ldi. Undan boshqa vazifasi bo'lmaydi suv filtrida, chunki hamma dunyo bo'yicha osmos tizimlarida tizim bir xil reversiya osmosis sistem, ya'ni teskari osmos tizimida suvning tozalab beruvchi filtr degan ma'noni bildiradi o'zbekchasiga. Ushbu filtrimiz 7 bosqich maksimal darajada suvni tozalab beradi, kirish va chiqish suvlarini ko'rsatib turadi, zaxira baki metalldan. Demak, hozir Qo'shtirnoq ichidagi firibgar firmalarning yolg'onlarini fosh qilishga o'tamiz do'stlar. Tekshirib ko'rsatamiz. Hamma firmalarda har xilcha usullar bilan aldab ketishmoqda hozir insonlarni. Go'yoki bu suv filtrini sotib olgan odam kasal bo'lmayman deb o'ylaydi do'stlar. Aslida bu yolg'onlarga ishonib qolish kerak emas. Demak, tozalanmagan suvni olamiz. Tozalanmagan suvni va sariq tarafidan olamiz. Sariq tarafidan, demak, kumush rangli tarafidan olamiz. Uchta stakanimizga 3 xil suvni olib oldik. Birinchisi tozalanmagan suv. Sariq tarafidan oldik, kumush rangli tarafidan oldik va mana kumush rangli tarafi 29 chiqyapti do'stlar. Sariq tarafidan chiqadigan suv 4 chiqyapti. Bunisi mana tozalanmagan suvimiz 259. Juda ham toza chiqyapti bular bunga qaraganda. Demak, ko'pchilik mana shu apparatni har xildan olgan. Birovlar minusavoy suv deydi, birovlar plyusavoy suv deydi. Aslida do'stlar, bu tdesmetr deb ataladi. Suvning tarkibidagi erigan moddalarni o'lchab ko'rsatadi sizga. Ya'ni tuz miqdorini o'lchab beradi. Oddiy xalq tilida gapirganda. Misol mana bundan 7 chiqyapti, mana 5, mana bunisi 29. Bunisi 7 ta filtrdan o'tyapti. Nimaga bunisi endi 7 ta filtrdan o'tsa, bunisi 4 ta filtrdan o'tyapti. Bunisi juda ham toza, bunisi bunga qaraganda ppm ozgina baland deyishingiz mumkin. Sababi 4 ta filtrdan osmosning o'zidan chiqayotgan suv choy ovqatlar uchun va qo'shimcha T33 filtrlaridan chiqayotgan suv. Ko'mir bo'ladi. Buning ichida aktivlashgan, faollashtirilgan ko'mir, kokos ko'miri deb sotishadi ko'pchilik. Kokos qobig'idan tayyorlangani uchun kokos qobig'ining ko'miri suvdagi xlorlarni yaxshi ushlab qolgani uchun, suvni qayta ishlagani uchun suvning ozgina ppmini ko'tarib beradi va suvga yaxshi ta'm beradi. Sababi suvdagi ortiqcha ta'mni ushlab qoladi, o'zi yomon ta'mlarni, hidlarni ushlab qolib suvni yanada charxlab beradi desak ham bo'ladi do'stlar. Lekin ikkalasidan chiqadigan suv ham bu sizni nima deydi? Dori suv deb atalmaydi boshqa firmalarga qaraganda. Oddiy toza iste'molga yaroqli suv deyiladi. Ya'ni siz xohlasangiz ko'chadan baklashkada qadoqlanadigan suvni sotib olib iching, xohlasangiz buni sotib olib iching. Har ikkala suv ham toza suv hisoblanadi. Do'stlar, hech qanday bu filtr sizga bir dori suv chiqarib sizni davolab qo'ymaydi. Suvning vazifasini bajarib beradi. Ya'ni suv insonning organizmini tozalash vazifasini bajaradi. Albatta toza suv ichsangiz organizmingiz tozalanadi, buyraklaringizda ortiqcha tosh, tuzlar yig'ilmaydi. Va ko'pchilik qon bosimini davolaydi deydi. Aslida qon bosimini davolamaydi, u qon bosimini oldini oladi. Sababi bizning organizmimizda tuz miqdori oshib ketgandan so'ng qon bosimi oshadi, yurak og'rishlari bo'ladi. Shuning uchun toza suv iste'mol qilgan albatta hammaga yaxshi, lekin bunchalik oshirib borib gapirish yaxshi emas do'stlar. Chunki shunchalik ko'pchilikka 10 million, 15 millionga sotib ketyapti. Shu suv filtrini olsam kasal bo'lmayman deb o'ylaydi odamlar, yoki shu suv filtrida olsam tuzalmas kasalim tuzalib ketadi deb o'ylaydi. Hatto shunchalik darajaga yetdi bu ko'pchilik suv filtr sotuvchilar. Ushbu filtrni videoni yaqinlarimizga yuborib qo'yib, xalqimizga bir nima deydi, manfaatli bo'lsa, hammamizga yaxshi bo'ladi. Yaqinlarimizni aldanib qolishdan saqlab qolgan bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki
Telegramdan yozsangiz, Osmos tizimi haqida yanada batafsil ma'lumot sizga tashlab beramiz. Xohlagan joyingizdan borib olishingiz mumkin. Bizdan oling demaymiz. Bozorni o'rganib, xohlagan joyingizdan sotib olishingiz mumkin do'stlar. Hech narsani qizg'anmaymiz. Xohlasangiz video darsliklar o'rnatish jarayoni, kartrij almashtirish jarayonlarigacha tashlab beramiz. Shularni o'rganib chiqqan holda o'zingizga ma'qul joydan sotib olishingiz mumkin. Albatta 10 million, 15 millionga sotib olib aldanib qolmang do'stlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.